Fevral Marsiysi. Aradan top-to'g'ri 15 yil o'tib ketdi. U kun tug'ilgan bovoq emdilikda burtlari xat tatgan yigit bo'lib qoldi. O mudhiy soğuk kunda zalimga ve tengsizlikka qarshi soğukdan to'ng'igan mushlarini tökkenicha ko'chaga chiqqan yigit bo'lsa, uyquda yotgan xalqini uyg'otishga ulgurmayla to'ng'igan zamin ustida mangulik uyquga ketdi. Yüz yıldan beri vatan osmoniga cho'kkan zaharlik tumandan g'aflat uyqusiga g'arq bo'lgan Uyg'ur xalqining mard o'g'il qizlari o'rlik uchun kurash qilishni unutib qolmagan edi. Garchi hurlik degan bu ufqimni faqat kitoblardan o'qigan, o'zi tugul ota-onasi, hatto bu mo'minlarni ko'rib boqmagan bo'lsa-mu, ot ustidagi jahon arkisi ajdodlarining tomirida eqiyotgan esil qani asorat zanjirlarini parchaqlashga undaydi. O barığı şükür qilib yaşayotgan oddiy bir ma'mur edi. O Teşlepki bozordagi iymon insofliq halol bir do'kondor edi. O barliqini o'quvchilarga bag'ishlagan o't yurak bir o'qituvchi edi. O ota-onasining sizqidan chiqmaydigan, birovga peshini ko'tarib qarayolmaydigan nozuk bir muslima qiz edi. Ular hammasi qahrdan soğukda onu yerini bağışlığınca fevralda yaqqan qar kabi erib sinib ketdi. Qara qish, qapqara bulutlar, zalimlarning bag'ridek to'ng'igan yer jahon. O yili qish shu qadar uzun davomlashdiki, go'yo hech bir bahor kelmadi yurtimga. Balısının qarısını tutkan anının qalbi qara qishqa mahkumdur çünkü. Yalang'ochlangan daraxtlardagi qushlarmi to'nglab o'ldi u qish. O'shqitgan shivirg'on, uchqan qor yuraklarni muzlatdi u qish. Lekin şehidim sen ölmedin. Sen bir canını berdin. Ama minglarca, 100 minglarca can her vakit bu ana vatan üçün şehit buluşka hazır. Bizni öz vatanimizden ayırıp sersan kılışka uğrunğalla muradığı mengü yetemeydi. Şehidim, hür tuğulup hür yaşayan, bu yolda canını bergen ecdatlarımız yatkan ana vatanimizde kul buluş bizge arınımız. Seni kipellemedik şehidim, seni kipellemedik. Çünkü anı yersinin lahti bolgan vücudunu ecdat kanıdı suğurulgan bir baha topsudu kipellep aziz koynağa aldı. Ya eyyühellezine amenu ista'inu bis-sabri ve's-salah. İnnallaha ma'as-sabirin. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء